Аңлаватқаныңыз Ayşem İsmail təbəssüm qılmıdı bitken Şinjan Dastur Мәдәният Tarqıtış şirketi tərəfindən üngelip işlənген. Aqidemge yığlayman namlıq postның avazlıq nəşri. 16. qism. Yığlaydıqanı yığlap içi boşaşının ornuğa özüge tağdaq g'am yüklüvağan Turan Nisa әтсі xamuş halda uyg'ondi. Onunğa birə iş yo'q qilishdan ansirab oqshomla bu uyda qolgan va Asiyada Turan Nisoda qolgan Tojixon kechichi ko'z yummay chiqdi. Atiganda suyuq salang tamoq qilib Turan Nisoga zo'lab yegizib, yetilab aynak oldiga opirib, uni buni deb yurib, grim qilishga zo'ladi. O'zingizni tashlab etib yurgan shu kunlaringizda ha desa ayxiram deytdingiz. Mana yaxshi kunning yomoni degan shu. Dedi o Turan Nisoning mo'risidan tutib aynakning oldida o'ltag'izib. Meni deb o'zini tashlab etibdikan deb o'ylab baxtimi? Tayini yo'q lavzi bahonalar bilan sizni tashladi. Echinsaqmi, ko'nglimiz yerim bo'lsa-mo, yana yashamasak bo'lmaydi. Dushmanga o'zimizni kamsitgudek fursat bermasligimiz kerak. Ashu ikki qor yuzning oldida bo'lsa-mo, guldek echilib, qaqoqlab kulib yuring. Akram degan tegipas, men bo'lmasam o'lib qoladigan o'xshaydi deb qolmasin. Gul qamarg'u odam emas bir nima. Shularning oldida bo'yningiz egilib, chiroyingiz sarg'ayib qolsa, hargiz bo'lmaydi. Dushmanning oldida qon to'ksak mayliki, hargiz yosh to'kmaymiz jinim. Uning gaplari Turan Nisoning muzlagan qalbini eritdi. Rost emasmi? Qadrdoning bo'lmasa, qadringga yetmas hech kishi, qadringni bilmas kishining sen bilan nima ishi deb bir gap bo'ldigan. Kechidan biri urib yig'lab chiqdi. Ondan kech kerak azoblanib tunni kuniga o'ldi. Eri bo'lgan odam yonbosh bir xotinni oshnasini yetlab chiqib ketdi-ku. Moshkamgacha bir telefon urib, "Holing nechuk?" deb baqdimi. Keselchan ekanligini, yuragida masla borlig'ini bilatdi-ku, ha? Jonni ekakni qiynab top-to'g'ri 12 yil saqlagan yo'ldoshi birsi qazo qilgan bo'lsa-mu, hisobda 2 bolasining dadisi. Vadarixa. Bu sho'rliq peshonaga yezib ketganlaringni nima dey? Ko'ngilning alaqandaq yerlardan bo'ron hovlab turgan Turan Niso Tojixonning mehrlik gaplaridan ovundi. Bu dilkes ochisining o'z navri singlisi tarafda turmay yoki nim bo'lsang bo'l debli bir chetga o'tib beshini ichiga tiqavanmay, halqiliq paytda o'ziga yor yo'lak bo'layotganligidan hamda bu yillarda hamisha yor yo'lak bo'lib kelgandan bakli minnatdor edi. Tojixon boni deydigan, yo'qqa zinhor koyimaydigan, yuvashni bo'zaq qilmaydigan, yomondan qo'rqmaydigan haqqoniyatchi ayol. Azaldan kishining rizqi chansanmaydi va undaqlarni kechirmaydi. Bu yillarda Turan Niso ikkisi bir-birining mijozini bakli bilishib ketgan. Shuningmi gaplari bir yerdan chiqidi. Bir-birining gapini yeydi. Har vaqt holmon bo'lib turdi. Turan Niso bayqisa aslida hayot insonni birlaridan ayirgan bilalla tashlab qo'ymaydi ekan. Mana shundoq dilkashlari bilan tartiqlab yo'qning o'rnini to'liqlaydi ekan va og'irgan dilga malham sunadi ekan. Turan Niso Tojixonning zo'r va qiziqtirib grim buyumlarini qo'liga tutqizib qo'yishlari ostida yarashtirib grim qildi. Ondan o'ziga yoqadigan chiroyli bir qo'r kiyimini kiyib, aynakdagi aksidan rozi bo'lgandan keyin Tojixonni qo'ltiqlab eshikdan chiqib ketdi. Tojixon bilan Turan Niso shu kunila advokatlar ish bizish o'rniga o'rib, ajrishish va mol-mulklarni bir taraf qilish ishida maslahat so'radi. Akram turmidagi vaqtda o'z iqtisodi bilan setib olgan uyning jihatdagi isbotlarini ta'minlab beralsa, uning o'rtaq mol-mulki kirmaydiganligini, lekin ayol to'y turmushini davomlashtirayotgan mezgilda tapovat qilgan, barliq pul va mol-mulkning o'rtaq mulki tava bo'ldiganligini, hatto ordiki qarzlarning tang to'lashga buyurilganligidan xabar topgan Turan Niso mol-mulklarni bir taraf qilish ko'yiga tushdi.
Ahvaldan qaraganda bu yillarda u jonni alqiniga ilib qo'yib, chiroydan va badandan ketish, birmuncha kasal tepivilish badaliga qo'lga keltirgan hamma narsaning tang yerimi Akram degan lamzalliga tavab ketirgandek turadi. Uning sahrodagi ashu eski uyi bilan boshqalarga hudi berayotgan nachimo yerdan boshqa hech nimasi bo'lmasa, texi shu uyni turan Nisa bir munch pul xashlab qayta remote qildirib, zamonaviy zinnatlab bugungi holga keltirgan tursa, turan Nisa qonuni yo'g'on qilib uyga sarf qilgan pulni qaytar demasda, buning pul mollari uningga tavab ketar ekan. Odamning g'azabi tutadi. Mushundaq vaqtda unimay desa, qarshi chiqay desa qonun tursa u. Qanda buyurgan bo'lsa, shundaq qilmay haddimmi? Turan Nisa shu kunila o'z nomidagi bank kartalarini hisobot o'tkab, oz bir qismini Zaynuraning bank kartasiga, ko'p qismini Tojixonning bank kartasiga yo'tkibetdi. Hamda ajrishish ishini bu oyda bijirmay, amal qilib kela oyga. Ya bo'lmasa 2-3 oydan keyin so'rashni, Talla bozor ochadigan ishni vaqtincha qo'yib turishni, arda o'rtaq mulki tava bo'ladigan hech qanday boylik yaratmaslikni, shu orqali mol-mulk talash-tosh masalasida o'ziga foydali ahvol yaratishni niyat qildi. Ondan oltin jabduqlarining hammani yig'ishtirib, puxta joylashtirib, davolangan mazgildagi kasallik arxivi, doktorxonaga ketgan chiqim hisobot taloni, ondan uy zinnatlagan to'xtamni tayyor qilib qo'ydi. Agar Akram bu ishni chiroyliqcha kelishib, xalq ishlar idorasida hal qilsa jimmidi besqidi. Unda qilmay Gulqamarning depiga usul o'ynab qolsa cho'qim sotqa chiqadigan gap. Shunda xo'p qolsa, mushu isbotlar shu chog'da lozim bo'ladi. Sot xodimlarining aqli yugurak, tafakkuri natijasi o'yg'oq deb anglab qoldi. Vaqti kelganda mushu isbotlar qatoriga o'tsa, o'ziga tava mulkning bir qismini bir taraf qilib bo'lgan Turan Nisa sahrodagi uyiga bordi. Berishdan burun yana kutmagan maymun o'yinning ustidan tushib qilishdan ansirab Akramga telefon qilib edi. Telefonni Gulqamar epli so'zlab ketdi. Uning deyishicha, ikkisi hozir Sherinoy o'tkazib demiş. Hech kimning izlab avor qilishni qat'iy xohlamaydi ekan. Shu gaplarni deb bo'lgan Gulqamar Turan Nisoning gap qilishini kutmayla telefonni qo'yibdi. Bu ochiq Turan Nisoning jon-jinidan o'tib ketdi. U bakmu taslikda o'zin tutulib, to'y qilib kirgandan beri oz kam 20 yil yashagan. O'zi ajr qilib zinnatlab ko'ngil qo'yib tutgan uyga kirdi. Hujra uydagi karvat va barliq narsalar uningga so'g'uq qarab turadi. Xuddi hamma narsa bo'libmi karvat uni masxir qilayotgandek, mening ishim mushu, kim kelsa bag'rimni ichib, ustimda yotqizaman, senimi yotqizaman, ularni yotqizdim, gaping bormi deyotgandek to'yilib ketdi. Hammasiga mayli devagan siri Akram ikkisining to'xtamay nochilik qilishi uning ich bag'rini yemakdi edi. To'yuqsiz kallasini silkib darg'azabga kelgan Turan Nisa notunish bilishlarga telefon urib, nimkash uy jihozlari oldigan odam uqishdi va telefondala u odamga uyning adresini deb berib, uyga kelgicha saqlab turdiganligini aytdi. Ondan nimkash uy jihozlari oldigan odam kelgicha Akramga o'zi ilib bergan barliq kiyim-kechak, soat, kamar, attir va boshqa narsalarni pak-pakiz yig'ishtirib, deraza pardasini sökib tog'oq qochlab taq qildi. Nimkash uy jihozlari oldigan kishi kelgan hamon uy ichidagi o'zi setib olib akirgan hamma narsani uning og'zidan chiqqan bahoga setib, boyli yig'ishtirib tayyor qilgan Akramning laqiliqlarini hadiya sifatida shu kishiga beribdi. Ondan narsalarni mashinaga bosqil kelganlardan yordam so'rab, eng dastlabda Akram turmaga kirib ketishdan avval uyda bor bo'lgan va keyinlarda hech bo'lmasa aslab qo'ygan lozim bo'lib qolar deb ombar uyga besib qo'ygan narsalarni, ko'ni mash, ko'ni chaynak, piyola china, ko'ni yotgan ko'pa, ko'ni deriz pardasi, oshtoqda qozon cho'mich, ko'ni gilam va kigiz degandek narsalarni ho'yliga ichikdi.
Ondan o'zi ustida qarab turib, ular narsalarni mashinaga besib yo'lga chiqib bo'lganda, qaytadan ishlamchi izlab, uyga Akram turmga kirib ketishdan avvalgi o'xshash qilib supa yotqizdi. Bugünü bitmese atiga qoldirib, 1,5 kunda bitib, to'p-to'sh qizilgan supiga ko'ni gilam va kigizlarni soldi. Uningdan keyin ko'ni buyumlarning hammani uy ichiga akirib, ratlik o'rlashtirib qo'yib, darvozani chiroyli taqab shahardagi uyga qarab yurib ketdi. Akramda bino uyning ochqichi bor. Yilq kuni suhbatlashganda Turan Nisa aniq qilib uyning ochqichini qo'yib ket degan bo'lsa-mu, Akram bu gapni anglamasqa salgan va pisatga olmagandi. Ochchig'i tuydan tutgan Turan Nisa endi uning akilashlariga yo'l qo'ymaydi. Shundoq. Endi davomliq bozak bo'lavermaydi. Qon tarini shulib qajlashlariga, beshida yangoq chiqib, yuragini ziydi qilishiga, ko'zichila eng yaqin o'tgan hamshirisini xotin qilib, do'ppisiq jigdisilishiga, hissiyot bilan o'ynashib, ayollik izzatini dafsanda qilishiga ma'qul deb qarab turavermaydi. Shularni o'ylagan Turan Nisa odam chaqirib, bino uyining qulpini almashtirib etdi. Qashqarning avot rastillarida Hayitga jama oldi, Xon ko'chasi, qadimiy Qashqar shahri, Yangi bozor, yer osti savdo bozori qatorliq joylarda kerilib sayli sayohat qilayotgan oliy darajalik mehmonxonalarda qo'nib, havoyi havaslarini obdalli qondirib yurgan Akram bilan Gulqamarning bu yonga mangashida avtomatik bankidan chiqarib olgan pullari pak-pakiz xajlanib tugidi. 17-qism. Ular erinchaklik bilan o'rnidan turib, oldirmay kiyinib, o'zlari tushgan mehmon saroyining tamoqxonasida yanchug'idagi eng oxirgi 160 yuanni xajlab, mol bir vaqtliq nashtada bo'ldi. Ondan sirtqa chiqib taksi to'sib, yanchug'idagi kartadan pul elish uchun bankaga yurib ketdi. Afsus, Akram bilan Gulqamarning keyingi sayohat plani bo'lgan Urumchi safarini bechit qilib, ikki kartadan na pul chiqarib olg'ili, na ichidagi so'mini tekshirgili bo'lmadi. Akram buning nima ish ekanligini bilmay besh qiyib turganda, Gulqamar og'ziga tegmay so'zlab, buning Turan Nisa degan po'kitdak jaddalning qiliqi ekanligini, Akramni iqtisoddan qisish uchun uning qo'ldagi kartlarni to'ngiltib qo'yganligini aytib berdi. Buni anglagan Akramning beshidan tutun chiqib ketdi. U banka sirtiga chiqib Turan Nisaga qayta telefon urgan bo'lsa-mu, Turan Nisaning telefonidan siz chaqirgan abonent aldirash degandan o'ziga sado kelmadi. Demak, Turan Nisa Akramning telefon nomerini kart tizimligiga kirgizib qo'ygan edi. Qoida bo'yicha alaning quchug'idan so'rab chiqib, inoq oilasini buzgan, mushu kuniga qadar Akramning yoq Turan Nisaning pulini Akram bilan tang xajlab, rasa payzni sürüp yurgan hamda buningdan keyingi hayotida to'y qilib birga yashab, bormi yo'qmi bilib ko'rishga tayyorlangan ma'shuq bo'lgandan keyin Akramning beshi kun tushgan mushundoq paytda Gulqamar o'ttirga chiqib, o'zining pullarini xajlab o'ynab kelsa-mu tamoman bo'ladi. Biroq Gulqamar undaq qilmadi. Akramni bo'limsizga, yaramasqa, na pul tepishqa, na qo'lidagi pulni qandoq joylashtirib, o'z ilkiga ilib saqlashqa kallas ishlamagan 4 qatoriga chiqarib bir mo'nchi tiladi. Ondan Akramni bank yonidagi cho'ng yo'lda qoldirib, o'zi taksi to'sib mehmonxonaga qaytib ketdi. Uchishni bilib, tushishni bilmagan, mangu mushundaq g'amsiz yashayman, Gulqamardek ig'izdan bal temib turadigan, ko'nglimni elishga usta, akilab surkilib turadigan omroq ma'shug'imning muhabbatidan va men uchun hammani qilishga tayyor, o't va so'g' kirishdan yonmaydigan jon kuyar xotinimning puldan rasa huzurlanib, xondak turmush kechiraman deb o'ylab yurgan Akram turmidan chiqqandan keyin tunji qitim yuragi qattiq og'ridi. Shundaqla bu ishlarni tafsili o'ylashmasi bo'lmaydiganligini cho'nqur his qildi. Turan Nisa asli unda qilmaydi. Akram lozim desa yuragini sug'urib berishni yonmaydigan, eng kuyimchan, vafodor, pulning ko'zi qarmaydigan mard ayol edi.
lekin o'zik qilgan xiyonati sababli Akramga bo'lgan barliq kuyimlarini pullar bilan qo'shib qaytarib oldi. Gulqamar Akram bilganda mundoq yuzsiz, pulni tunib odam tunimaydigan, mehri muhabbatga qaraganda pulni ustun ko'rdigan, xajlashni bilib pul chiqarishni bilmaydigan, yanchug'ida pul borda hamroh bo'lgan bilan puli tugaganda tashlaydigan ayol emas edi. Balkim mushundoq bo'lsa-mu Akram u tarafini his qilib yetolmagandi. Lekin bugun texi boyali o'z ifodasi, amaliy harakati bilan o'z tabiatini oshkorlab, hammani to'liq bildirib qo'ydi. O'z yurtidagi chog'da shunday qilgan bo'lsa-mu bir nuri edi. Lekin Gulqamarning yot bir yurtda kishining shahrida ziqtek sanjilib Akramni cho'ng yo'lda tashlab qo'yib ketib qolgani uning bakli ig'ir keldi. Gulqamarni demasa, mushu kunlar beshiq kelatdimi? Shu ayol sababchi bo'lmasa, oilasi bugungi mushu holga tushib qoladimi? Hammasiga o'zi sababchi turib, yana qirg'i ammay cho'ngchilik qilgan nimasi? Shu topda u asli Akramning holiga yetishi, ko'ngilni yasishi, hech bo'lmaganda yurtiga ketib biletga chog'liq bo'lsa-mu, pul chiqarishi kerakdi-ku. Oxiri shularni o'ylagan Akramning ko'ngli texmi sundi. O'zini bakmi yakki yegona bechora his qildi. U aslida pushaymonlik tuyg'usida boshlangan bu yo'lning o'ziga bugünkidek ig'ir savoq berishni o'ylab boqmagandi. U qanday qilishni bilinmay Qashqa ko'chalarida maqsadsiz aylanib xeyli uzun yurdi. Ko'chalar qancha uzun, yo'llar qancha cheksiz, mushu holda menish qancha huzur bo'lishdan qat'iy nazar hamon yurtiga uyga qaytmasi zodi bo'lmaydi. U Turan Nisoga telefon urib aloqalashammagandan keyin oxiri umidini Tojixonga yo'tkab, ming bir mushaqqatda uningga telefon urdi. Nim bo'ldi? Ha? Nim bo'ldi? Kusk ishtak yalaydigan yaloqlaring tugaganda, yana Turansa bilan meni yodingga oldingmi? Kegidek puling bo'lmasa, shu yerda o'l. Seni o'ynab kel deb men yo'lga sep qo'ymadim. Qandoq degan yuz qilin nima bu? Tojixon mana mushundoq deb telefonni qo'yibdi. Xili bir mezgil och ufq bo'lib o'tganning, bir dasxonda tuz yeyishganning, beshiq kunchisa tang ha-hu deyishganning yuz xotirasini qilmadi. Xuddi Gulqamarga o'xshashli yuzsizlik bilan ordagi yaqinlarining qondoshligi bo'lmasa-mu, qarindoshlarcha yaqin o'tganning hurmatini qilmadi. O'lmakning ustiga tepmak bo'lgan bu ish Akramni biroqli ujuqtirib etkili tasla qoldi. U eng oxirgi kichikkin umidini qizi Zaynuraga bog'lab, uningga telefon qilib pul so'ray deb turganda, ko'zi qo'ldagi qimmat bog'liq yonfoniga tushdi. To'g'ri. Mushni sassammi pulga yaraydi-ku. Turan Nisa bu yonfonni tanlab turib, tarasiltib pul sanab 4000 yuanga ep bergan. İşletkili texi endi 20 yil bo'ldi. Bek bo'lmasa-mu shu pulning 20 ga yarab qola. U qaytadan umidga to'lib, yanchug'idagi eng oxirgi 10 yuanni chiqarib qarab qo'ydi va taksi to'sidi. Akram telefonni bozorga olib qo'lidagi yonfonni bozorga sep xaridor izladi. Lekin bu yerda shundaqmi yoki hammiliyada nimkesh yonfonning bahosi tuvanmi, uning qo'lidagi yonfon aran 900 yuanga yaradi. Qancha qilib baqsimi, xaridor chiqqichi taraf shuningdan yuqori o'rlamagandan keyin amalsiz yonfonni shu pulga setib, so'zlashish kartasini chiqarib olib, oltindek paqirab turgan yip-yangi yonfonni xaridorga tutqizdi-da, yuragi tortishib keyni qolgan holda taksi to'sib, mehmon saroyiga qaytdi. U ko'nglida mushu pulga o'ziga bir kishilik bilet elib, qolgan pulni yanchiqqa silib, yurtga qaytmoqchi. Gulqamarning nim bo'lib, nada qilishi bilan hisoblashib yurmay, peshini qiqibla ketmoqchi bo'ldi. Lekin uydagi plan bozorga to'g'ri kelmabdi degandek, jonijon yonfonni sotgan 900 yuan pul taksidimi, yo'ldimi, ish qilib bir yerda tushib qilib, u pulning yo'qolganligini mehmon saroyidagi yotig'iga kirib bo'lganda ondan bayqadi. Aniqlab padishlar ishtining yonpash yanchiqqa solgan pul
Dekkid 2 beketlik yol arası bayqı taksi şoförüge bəgən 5 yuanның aldınqı taksi şoförünün qo'ldan epsep qo'ygan köynekning mayda yanchug'idan sug'urib ep bəgən bo'lmasa. Odam jiqiyaga bag'andakmi qilmagan. Nem bo'lib nada tushib qolgandu. Ko'taramasang sangiltival degandek atigandan beri tatib kelgan xo'rliq va elimi jondan o'tib turgan Akramga bu ish texmi ig'ir keldi. Bomu az kelib, yük taqlarını yığıştırıp ketkil tayyorlik ko'rib qo'ygan Gulqamar qapoqlarini sangiltib, 10 tag'ar g'am bilan o'ltagan Akramga nashtirini sanjib oldi. Aqlingiz butun chechingizga oqsanjigan kishi turib, dedi u kiyimlarini zardi bilan chamdonga tiqishtirib o'tib. Qo'lingizga tayyor pulni o'z nomingizni karta bejirib yo'tkab qo'yamagandan keyin o'zingizga az. Hech qachon tatmagan musofirchilikni kishining yurtida tatib, mushundaq bir mo'changa zor bo'lib yurmizmi endi? Uncha olami bo'p ketmadiq-ku, dedi Akram ayonchoqliq zarlanib. Vaqtliq masala bu. Yurtga qaytsak o'ngishilib ketadi. Bek bo'lmasa, bir ishning peshini tutsam, oz kunda yana pul topaman. Konilami yerni qirsiz demang, erni pulsiz demang deb ekan-ku. Bizga hozir shu ketadiganga pul lozim. Unchalik pul sendimi chiqmay qolmas. Hozircha sen chiqirib tur. Yurt qaytganda men sen to'liqlab bersam bo'ladi-ku. Qanda to'liqlab beratdingiz? A'u xotin bank kartlarini to'ngiltib olgan yerda sizga yana pul berama? Pul to'kiladigan darxingiz ya bo'lmasa bir yerga ko'mib qo'ygan oltin yambularingiz bo'lsa u tang amdi. Akram Gulqamardan umid kutganning bekor ish ekanligini his qildi. Oxiri yanala qizidan yordam so'rashni niyat qildi va Gulqamarning telefonini so'rab Zaynuraga telefon qildi. Azaldan dadisi o'zidan pul so'rab baxmagan Zaynura dadisining yanida ortiq puling bo'lsa 500 yuan berib tur. Mening uyindarimga urmay Gulqamar ochangning uyindariga urib ba, pul so'rg'inimni anangga dema. Men keyin necha silab qaytirib berman degan gaplarni qayta o'yladi. Butun surik bir dadaning nimbob qiziga yana kelib, Ishkirda oliy maktabda o'qiyotgan hech qanday iqtisodiy kirim bo'lmagan qiziga hojat tushib qoldi. Yana kelib ko'p emas, faqatla 500 yen lozim bo'lib qoldi. Nemishqa o'zining uyindariga urib bermay, Gulqamar ochisining uyindariga urib berishini talab qildi. Onasi bilan dadisi bir uyda bil yashayotgan tursa, onasida pul ko'p. Unchalik pulni ko'zga ilibmi ketmaydi. Lozim bo'lsa bir eg'iz deb qo'ysa bo'ladi. Uning ustiga dadisining qo'lida 50 ming yuandek pul bor kartadan ikkisi borlig'i Zaynuraning o'ziga ayon. Shundoq turib dadisi nemishqa sirli qoldi 500 yanga ehtiyojli bo'lib qoladi. Bularni to'la o'ylab kallis qapoq bo'lgan Zaynura oldi bilan Gulqamar ochisidan ahvol so'rab, uningdan javob kelishni kutmasdan 1000 yuan pulni uribdi. Ondan onasiga telefon qilib ahvol so'rash banosida dadisini so'rdi va onasining "Dadang yaxshi turibdi. Boyla tomog'ini yeb uxlab qoldi" degan gaplariga ishonmay ko'chilab so'rab dadisining telefonini olib o'zi bilan ko'rishni talab turib oldi. Qiziq yer shuki, texi boyla dadang tomoqini yeb bo'lib uxlab qoldi degan onasi birdamdili gapini o'zgartib, "Dadang uyda uxlab qoldi. Men hozir do'stlarim bilan bir choyda. Telefonda uzoq so'zlashamayman. Uyga qaytganda telefon qaytaray" deblo telefonni qo'yibdi. Onasi rostila choyda bo'lsa, nemancha jimjit joyda u. Atrofida na naqshi muzika, na varang-churong, na hech qanday sado bo'lmagan, bütün do'stlarining zuvoni tutilib qolganmidi? Choy olamdi. Zaynura ota-onasining o'ttirisida qandoqdir bir ishlarning yuz berganligini g'avo his qildi. Bu gumonni aniqlash uchun Tojixon hammasiga telefon urdi. Ammo u telefonni olmay qo'ydi. Qayta urgan bo'lsa-mu, qarshi tarafning telefondan sizni aslidim nomliq naqshidan boshqa hech qanday zuvon anglanmadi. Bechara onasining allaqachon Tojixonga o'zidan telefon kelsa qat'iy olmaslikni jekilab qo'yganligini Zaynura hargizmi o'ylab yetolmaydi. Akram bilan Gulqamar Zaynura urib bergan pulga aeroplan beltilib, atsla yurtga qaytdi. Gulqamar yuzsizlikni yana bir qitim voyiga yetkazib, Akramni oydirmudila tashlab qo'yib,
o'zi ayrim bir taksini to'sib, chamadonni taksining keyni sandiqiga qachilab, xo'shmi demay ketib qoldi. Akram onundan ikkinchi qitim ray yangan holda uzab ketayotgan taksining keynidan qarab jimida turib ketdi. O'zining shuncha ishlarni beshidan o'tkazibmi aqlini topmaganligini, do'st bilan dushmanni, yaxshi bilan yomonni arayamaganligini yana bir qitim eng cho'nqur his qilib oldi. U ko'zlarida lig'irlab qolgan yoshni ichiga yutib o'tib, boshqa bir taksini to'sib yezdagi uyga qarab yo'l oldi. 18-qism. Taksidan tushganda va darvozani ochib o'yliq kirganda hech nima o'ylamagan, hech nimani bayqamagan Akram hujur eshigini ochib, tokni yondiribla hayronlikdan donq etib turib qoldi. O'zini tush ko'rayotgandekmi o'yladi. Ammo buning tush emasligi uningga butun amaliyati bilan ayon edi. Uy ichidagi o'ziga tonish manzardan, ya'ni u Gulqamarni Qashqarga yutlab o'ynag'ili mangan chog'dagi zamonaviy uy jihozlari bilan bezalgan katta mehmonsaroydek hashamatlik uy ichidan asarmi yo'q holda 10 yilning oldida saqchilar uni qo'liga qo'y silib yolab ep chiqib ketganda qandoq qolgan bo'lsa, yana shu holatiga qaytib qolgan uyni ko'rdi. Ko'rdiki uy ichidagi vayroni siyoq, abjiq chiqib ketgan, buzilgan, yerilgan, sungan aslahalar, to'pi o'rlab turgan tom supa, bir yoqqa qing'ib qolgan ko'ni mash ustidagi islishib qordab ketgan abjiq chaynak, ataytan akirib qamlashmasimi o'rinlashtirib qo'yilgan javan ustiga qalaymqon tashlab qo'yilgan, maynatlashib qarg'usiz o'p ketgan puchuq china, piyola, taxsila, o'g'li alqam yotadigan, hozir ko'nirab yog'ochlari qurtlab ketgan, qo'l tatqollari sökülüp yerda so'rilib qolgan eski büşük, desmoy qilishqimi yaramaydigan, o'ngib holi qolmagan ishik, deraza pardirlari, ishqilib uy ichidagi butkul ahvoldan olamchi sho'r to'pa vayronchilik yig'ib turadi. Turan Nisoning bu ishlarni qasdan qilganligini tushunib yetgan Akram lassida bo'shishib, ishga yulinib qoldi. Bu ishlarning qaysi birini dard, qaysi birini alam, qaysi birini uvolchilik va qaysi birini o'zi talab topgan oqibat deb ayirishni bilinmagan Akramning ko'zlaridan ixtiyorsiz yosh ketdi. Birsi inoq oilasining yuziga oyoq qo'yib turib tanlagan, so'ygan, qo'yniga kirgan ma'shug'i, lekin uningdan vafo turmoq, yo'l kirosig'imi yetgudak pulmi chiqmadi. Yana birsi yillar bo'yi armonini kutgan, jafosini tatgan, o'zini kutgan va keladi degan umid bilan borlig'ini aqidaga aylantirib kutgan ayoli, bolalarining onasi, uningdan vafo keladi. Albatta ham vafo keldi. Vafo degan shuningdan ortiq bo'lamdi. Biroq o'zi tuzkor chiqib qoldi. Nadagi yapqacha, apqacha tegi pes cho'kanning keyniga kirib, bema'ni muhabbat va havoyi havasning o'tida kuyib qilib, hozirgi oqibatni o'zi keltirib chiqadi. Aslida Turan Niso Gulqamar ikkisini uyga chaqirib, "Men bilan chiroyliqcha uyingizni tutamsiz yoki mendan ajrashib Gulqamarga turamsiz" degan vaqtda Gulqamardan voz kechib, oilasini saqlab qolsin bo'lgan ekan. Shundoq bo'lganda Turan Niso uni kechiribsa, ikkisi yana omroq er-xotinlardan bo'lib o'ssa tamoman bo'ladi ekan. Biroq ayni chog'da Gulqamarning mundaq nacharligini, puli borda endi turg'ini bilan puli tugisa qilchi yuz xotir qilmay tashlab ketadiganligini u bilmaganda. Turan Niso yuzsizlik qilib Gulqamarga turganning oilasidan voz kechganning oqibatining muncha yomon bo'lib ketadiganligini u qat'iy o'ylab yetmaganda. Voy, tinchlikmi? Qanday ahvoling? Shapsizlik kirib kelgan aksi Habibullah yuzlari yosh beti ishga yulinib turgan Akramning diqqatini buzdi. Akram olaman-talman yuzda qetishib qolgan yoshni surtdi. Lekin ko'zlari o'tkir, azaldan bir ishlarni teglab o'ylab, qusur evallarini tep turishga odatlangan Habibullah inisining yig'laganligini bilib qoldi. Shuni bilib o'g'cha ko'zlari uy ichidagi ajoyib g'aroyib o'zgarishlarga tushib qoldi. Beshiga talangi tekkandek cho'chib ketdi. Voy,
Nimish bu? Bu uyga nim bo'ldi? Habibullahning hayronligi bilan savollari javobsiz qoldi. Akram ming yerdan xursinib, eg'ir kichiktinib, ishki yulangan yerda asta-asta serilib, zo'ngzuyib o'ltirib qoldi. Odam o'ltog'idek yeri qolmagan bu uyda davomliq bu holda turaverishni xohlamagan Habibullah enisini boshlab o'zining uyiga chiqdi. Ondan ayoli damlab akirgan qiziq choydan piyolaga qo'yib Akramga uzatqach, sinchi ko'zlarini uningga tikdi. Akramning chiroyidan uf tortishlaridan, alamlik tiniqlaridan to'kilib turgan pushaymon qo'qoslari, qalbida laylab yurgan azob tomonlari uning nazar ko'zidan qochib qutulolmadi. Hamani bir gap tashmisa, bu ishning sirining echilmaydiganligi va bir yaqinlik bo'lmaydiganligi Habibullahga ayon edi. Chunki xili uzundan beri enisi bilan kelin singlisini birga ko'rmagan. Enisning bu yerdagi uyi kelsa, doimli ilgari Turan Niso bilan berish kelish qilib yuradigan Yeyilqi Gulqamar deganni agashtirib, odam ba yo'qligiga diqqat qilib atrofga alanglab qarab qo'yib uyga kirib ketayotganligini va yana shu holda chiqib ketayotgani, tala tuzda bo'layotgan tug'ib va mig'ildab ko'pib tarqilib yurgan mish-mish gaplar albatta uning qulqidanmi jiroq bo'lmagandi. Enisi turmidagi chog'larda xalqning yolg'on yavdoqlariga ishinib Turan Nisoga ko'p azor bergan. Keyin turlik yo'llar orqali heliq gaplarning yolg'onligi isbotlangandan keyin eng to'g'risi Turan Niso pul topgandan keyin va o'z oilasiga ancha-muncha yordam qilishga boshlagandan keyin talada eqib yurgan undaq gaplarga ishonmas bo'lgan Habibullah enisi haqidagi har xil gaplarga ishonishni xohlamagandi. Uningchi bo'lganda enisi bilan Turan Niso mangu inoq o'ssa, urushib, so'qishib, yarashtirg'ili silib o'ziga bosh og'rig'i tep bermasa, Turan Nisodan keldigan tugumas xayrixohlik, hech bayramlik so'g'i salomlar, hech bayramdan boshqa chog'lardimi onda sonda uyga mehmon chaqirib, katta izzatini qilib kutib olishlar, o'zining uyida hetladla yiyalaydigan, lekin Turan Nisoning uyida qachonla oyog'i yesa oldida to'kin bo'lib turadigan isil yemekliklar, lozim desa yoq demay sunib turadigan tizillar uzilib qolmaslar Habibullah shuning xo'sh edi. Biroq bu xo'shalliklarning qo'yrug'ini qum bostirib, xildan beri Turan Niso bu qiyin aksi va ipi yangisini unutib qoldi. İzdepmi qo'ymadi. Bular izdisimi chiroyli bana sabablar bilan yaqin yo'limidi yoki og'riqchan bo'lganlikdan doktorxonada bo'lib qoldi. Keyin bayqisa ishlar Gulqamar degan xotin sababidan buzilgan bo'lib chiqdi. Bularni izdab bir so'rg'ini qilay deb yuribmi, kunlar tayini yo'q aldirashchiliklar ichida mushu chaqqa ulashqandi. Mana bugun eski tuski vayronlari bilan eng dastlabki ibtidoiy holatiga qaytib qolgan uyda bulang talonga uchirgandek to'limi vayrona intayin bechor holatidagi enisi bilan do'qirishib qoldi. Shu topda so'ramasa qachon so'raydi? Akram akisining savollariga to'limi ayonchilik bir holda qizirib totirib, ming-minglarcha xijillik bilan javob berdi va o'ttirda yuz bergan barliq ishlarni jipidan yingnisicha so'zildi. Oqidan kichik boldek yig'lab, yetim qo'zidek bozlab turib, uningdan yordam so'rab, o'zining shu qilmishlariga bakla pushaymon qilganligini, u chaqda bilmaganligi, lekin hozir o'ylasa, Turan Niso bilan qizi Zaynura endi bo'lmasa yashayolmaydiganligini, shunga akisining cho'qim o'ziga yordam qilib, Turan Niso bilan bo'lgan qatmonlikni o'ngshab, o'zlarini yarashtirib qo'yishni o'tindi. Aqib bo'lgan odam yo'q deyalamdi. Gerçi Habibullah bu ishlarning dasxinni ko'tarib Turan Nisoning oldiga berishning naqadar qiyin ekanligini, o'zining qanchalik toptana dashnamlarga qoldiganligini bilsimi, enisining oldida ham aka, ham dadiliq burchi bo'lganligi uchun Akramga ma'qullik berib, ularni yarashtirib qo'ydiganligi haqida va'da berdi. Habibullah ardı yorg'ulab yurib, enisi bilan kelin singlisini yarashtirib qo'yg'ili xili kuchidi. Biroq Akramdan ko'nglini uzishni, hamda uningga ishonmaslikni, ajrashib ketib mustaqil yashashni ko'ngliga pukib bo'lgan Turan Niso qat'iy yarashqili unamay,
Habibullah nima desa kechiring aka debli ko'ngil so'rab turib oldi. U da bir hafta shu xilda chiroyli gap qilish, turmushni tushuntirish, tarix so'zlab o'tmishni asiltish, guldek chiroyli qizini tilga elib, shu qizning baxtini, keyingi kunlarini naql qilib turib nasihat qilish, yaxshi yomon ishlarning hammini har jihatini koyib, ig'izdan ko'p yenib qog'ichi so'zlashlar bilan o'tgan bo'lsa-mu, Turan Nisa qilchi gap yigili unimadi. Hech qanday amal qilinmagan va oilasining vayron bo'lish xavfi to'liqi bilan tushunib yetgan Akram oxiri g'ururini qayirib qo'yib, Turan Nisa Tojixon aksi va yangisi to'taylarning oldida xotiniga tizilib, uningdan mushu bir qitim gunohidan o'tishni, o'ziga mushu bir qitim kengchilik qilib o'tkazgan xatoliqining o'rnini to'ldirgudek fursat berishni o'tinib, yolurib yig'lab ketdi. Shuncha yildan beri o'z ko'nglida katta sultondek hurmat imtiyozi bilan zafar do'st obraz tiklab yashab kelgan Akram bugun Turan Nisoga to'limi tushkun, g'urursiz nomidil erkak atalgan zayponi chiroy ko'rinib ketdi. Shundaqdimi chechi oqirishga boshlagan, qiron chog'lari bilan xo'shlashish oldi turgan va umrining jiqini yashab bo'lgan bir er kishi aka yengillarining oldida nomusdan kechib turib, o'ziga tiz qo'yganligi, yig'lab turib yolurganlikning yuz xotirasini qilib, Akramni mo'sh qitim kechirib o'tishni, o'tganga salovat qilib o'tib, davomliq birga yashab qilishni qaror qildi. Turan Nisoning petidan tushib o'ziga fursat berganligini ko'rgan Akram xushallik yoshlarini to'kib turib, aksi va yangisining ko'zichila Turan Nisoning quliga suyib ketdi. Qashqaydan qaytib kelgandan beri o'zida sal benormallik yuz berayotganligini his qilgan Gulqamar bir kuni doktorxonaga borib tekshirdi va kutilmagan bir xabarga erishib, tekshirish qog'ozini ko'targan peti talog'i chiqib, Akramga telefon qildi. 19-qism. Qayta urgan telefonni og'il odam chiqmadi. Shundala u Akramning Qashqadagi chaqda yonfonni setib etganligini va yonfon satqan pulni yutirib qo'yganligini yodiga olib, uyiga izlab bormasa aloqalash qilib bo'lmaydiganligini tushundi. Gulqamar doktorxona oldidan taksi to'sib Akramning sahrodagi uyiga bordi. Lekin eshikni shuncha mo'shlab urgan bo'lsa-mu, ochadigan odam chiqmadi. Bu yerdagi kishilar uni tonimaydi-yu, Akramning Turan Niso bilan emas, balki mushu ayol bilan kelib ketib yurganini ko'rib yurganlardan boshlab, uni ko'rganlar so'q qaraydigan bo'lib qolgandi. Shunga bir kimdan so'rashni afsiz ko'rdi. Hozircha qaytib ketib, kashda Akram uyiga paydo bo'lganda qaytib kelishni o'ylab, keyniga yondi. Baya kira qilib kelgan taksi uni tushirib qo'yibli ketib qolgan bo'g'ashqa, cho'ng yo'lgacha bo'lgan 3 kilometrdan ortiq yo'lni piyoda yurishga to'g'ri keldi. U ichida heli Akramni, heli o'zini tillab tishlarini g'o'chiriltib piyoda ketayotganda, Akramning aksi Habibullah yon yo'ldan qayrilib uning oldiga chiqib qoldi. Gulqamar so'raymi, so'rmaymi deb bo'g'icha Habibullah chaqqan uni tunidi va chippida to'xtab, uningga qarab daqiq turib qoldi-yu, yanala gap so'z qilmay yo'liga mangdi. Bu ishdan ajablangan Gulqamar uni chaqirdi. Aka, Habibullah-ku. Habibullah g'ojjida ochiq kelgan holda levini g'azab tishlab asta keyniga burildi. Tizliq to'dilma. Dedi Gulqamar uningga bezanglarcha kulib qarab. Salom qilayotsam ko'rmasga selib mangdi ekansiz ya? Sizga salom qazim bormiti? Dedi Habibullah uningga doqqudi tegib. Yey, ma gapni. Qazingizg'u yo'q. Endi shu ahvollashib turayli deyman-ku. Gap bo'lsa sizdan. Bo'lmasa xo'sh. Men oldirash. Habibullah shundoq deb bizar bo'lgan kayfiyatda jiroqlarga qarab qo'ydi. Avu dedi Gulqamar uning muomalasidan sal o'ng'aysizlanib his qilib duduqlab. Akramni ko'rgansizmi? Yanada telefon yo'qdi, izlab kelsam uydimi yo'q o'xshaydi. Ko'midim. Bir necha kundan beri u shahardagi uyda. Kelin singlim bilan birga. Ey? Uni nimaga izlaydingiz? degan gapni anglab Gulqamarning chiroyi g'ochchida turildi. U Habibullahning savoliga savol javob qaytardi.
Şəhərdəki öydə nima iş qılıdı o? Turan Nisa bilan ajrashib ketilgan bo'lgan-ku. U öydə yana nima bor uningga? Voy. dedi Habibullah masxirlik gülüp. Bütün jahonning ishlarini sizlar biladigandek gap qilasiz-ku. Hozir siz bilmaydigan ishlarmi bor? Ular yarışıp qoldi. Ajrashmaydigan bo'ldi. Fukammo sizni deb kelin singlimga qor yuzli qig'iniga pushaymon qildi. Shunda qilib ikkisini yarashtirib qo'ydik. Endi kallangiz ishlasa, ularning orsiga qistirilib, so'g'uq mehmon bo'lib yurmang. Ha, Akram kallasini silkivetdi. Endi sizga qarab yurmaydi. Turan Nisa qilganning mingdan birini qila olasingiz, ondan o'ylashib boqamikin tang sizni. Bu gapni anglab, qo'ychi chochlari tik turgan Gulqamar ochchig'idan yerilg'ili tasla qoldi va tishlarini g'o'chiriltib, levini tishlab turib, Yarashtirib qo'yganlari obdan bo'pti. Cho'jini kuzda sanang debdikan ko'nila. Qag'inni az kunda ko'ramiz. Kim utib kim qoladi, vaqti kelganda bilamiz. dedi de shaqqida keyniga burilgan peti xo'sh demay ketib qoldi. Habibullah uning keynidan so'g'oq kulguncha qarab qoldi. Ondan mast-mastlik bilan yagi chirt tadbirini tukirib o'tib, yo'liga ravon bo'ldi. Turan Nisa bilan Akram Habibullahning telefon berib xabar yetkazib qo'yishi bilan Gulqamarning Akramni izlayotganligidan xabar topdi. Va u izlab bu uygimi kagidek bo'lsa, eshikni ochqilib unmaslik, uyda odam yo'qdek to'yg'irib, toki Gulqamar Akramdan umidini o'zgacha har ikkilisi uning tutuq bermaslik haqida maslahatlashib oldi. Shuning bilan Akram chiqib lozimatlik narsalarni go'sht, moy, un guruch, ko'ktat va meva-cheva qatorliqlarni ep kirib, necha kun sirtqa chiqmay aram elishni qaror qilib, uyga solinib oldi. Degandek Akram tunji qitimda guruch va moy elib chiqib Turan Nisoga tutqizib, ikkinchi qitim qaytib pastga tushib boshqa lozimatliklarni elib chiqib, eshikni taqab turishi keyindala eshik urildi. Akram mushuk ko'zdan ostoga qarab edi, eshik urg'ini haqiqatan Gulqamar bo'lib chiqdi. Turan Niso'mu hujursidan chiqib, eshikka bo'ynini so'zib ulgurgandi. Er-xotin ishkaylan narsalarni eshik tüydili qoldirib, putining uchida dastlab hujursiga kirib ketishdi. Eshikning urilgan bo'lib, darangshig'an gümbürligan ovoz butun binoni bir oldi. Turan Niso'ga qayt telefon urib aloqalashammagan, u da necha kun kelib eshikni mo'shlab, tepibmi Akramni topolmagan Gulqamar oxiri Turan Niso'ning qo'shnilarining ahvol inkos qilib, arz qilaverishi bilan binoning amonlik saqlash bo'lim xizmatchilari tarafidan qo'g'lab o'tildi. Shuningdimi tambamay so'rilib olib, ketkili unimay bishamlik qilgan Gulqamar amonlik qo'g'dug'ichilar tarafidan so'rab o'ltiroq rayon darvozasining sirtiga qo'g'lab o'tdi. Ig'izni buzib tilg'incha shu yerda Akram yoki Turan Niso'ning paydo bo'lishini saqlab turaverdi. Shuningdan keyin eshikdagilar uni o'ltiroq rayon ichiga zodi kirgizmadi. Turan Niso'larning uyining derisi o'ltiroq rayonning hovlisi ichiga qaraydigan bo'g'ashqa cho'ng darvoza sirtidagi ishlarni ko'ranmaydi. Demak, Gulqamarning izchil shu yerda saqlab turganini bilmaydi. Shu xilda uyga solinib, akirib olgan narsalarda tamoq etib yeb bo'lsa uxlab, uyqusi tugisi mungdishib, televizor ko'rib zerikkan Turan Niso 3-kuni tushdan keyin sirtqa chiqib aylanib kirmoqchi bo'ldi. Gulqamar bu 3 kundan beri izlab kelmagan ekan, endi umidini uzdi. Buningdan keyin bizni avar qilmaydi deb o'ylab qolgan edi u. Er-xotin ikkisi chiroyli yasinishib, aynakdagi aksidan rozi bo'lib, kulimsirab qo'ltiqlashib talog'i mangan shu daqiqada Gulqamarning Beyjinda o'qiyotgan Zaynuraga telefon berib, o'zining bo'yida qolganligini, qo'sig'idagining Akramning bolasi ekanligini, hozir Turan Niso bilan Akram har ikkilisining o'zlarini chatkelib, bu bolaga ega bo'lmayotganligini, agar ular paydo bo'lib bu ishni bir yaqinlik qilmay, mushundoqla beshini ichiga tiqib olsa, 100 xotir deganni qayirib qo'yibla Akramning ustidan arz qildiganligini, aytib qo'ydiganligini ular o'ylabmi boqmagandi. Yana shunimi o'ylab boqmagan ediki,
Gulqamarning bo'yida qolganligini na Akram, na Turannisa bilmaydi. Turannisa ishik tutqichiga qo'l uzatib turishiga yonfuni jaranglab sayrab ketdi. U qo'l somkasidan yonfunni chiqarib, qizining yonfun nomerini ko'ribla bir tatliq kuldi va ulanish knopkasini seyrib, yonfunni qo'liga yoqdi. Vay, qizim. Ana, dadam yiningdimi? Odatda telefonlashganda oldi bilan o'zidan qizg'in ahvol so'rab, xeyli uzoq paranglashib gap tugagandan keyin ondan dadasini so'raydigan qiz bugun onasi bir og'iz gap qilmasdila gapini bo'lib dadasini so'radi. Yana kelib to'limi jiddiy, noyda qo'pollik bilan so'radi. Bu tasodibiylikdan mangdab qolgan Turannisaning kulkisi o'chdi va jiddiylashgan holda Akramga qaradi. Dadangiz yenimda ba. Nim bo'ldi balam? Ana, rost gap qilingan menga uyda bir ish bo'ldimi? Dedi Zeynura keskin so'rab. Yo'q balam, bir ish bo'lmadi. Qana deysiz? Mendan yashirmanglar bo'ldi. Boya Gulqamar adam telefon qilibdi menga. Amasda bir gaplarni qiladi-ku. Deyishcha, dadamdan bo'yida qopdimish. Uning bu zoti qandoq gap? Turannisaning yonfun tutgan qo'li titrab, so'l qo'ldagi somkasi yerga tushib ketdi. Uning tatargan chiroyi, yosh agigan ko'zlari va yonfun tutgan qo'lining serilib pasiyotganligini ko'rgan Akram chaqqonlik bilan yonfunni uning qo'ldan elib, o'zining qo'lqiga tutdi. Zeynura texchi so'zlayotdi. Dadam siz bilan o'tayotgan tursa, nemishqa Gulqamarning bo'yida dadamning balasi qoladi. Menga bir tushundiringlarchi. Zodi qandoq gap bu? Akram beshidan bir chelak so'g'oq suv quyib etgandek endikib keyniga dojidi. Dal shu chog'da Turannisa chinqilib og'riyotgan ko'ksini tutib, yerda mo'kchib o'tirib qolgandi. Uning ahvolini ko'rib qo'rqib ketgan Akram yonfunni o'chiribli yonchiqqa silib, Turannisani yo'lab ko'targan peti eshikdan chiqdi. Doktorxonaning jiddiy qutqizish bo'limida o'shiga kelgan Turannisa so'zdan qoldi. Enigrog'ini deganda hech kimga gap qilg'isi kelmadi. Kashki bu rasvochilikni o'zli bilib o'tib ketgan bo'lsa, Gulqamar degan u dayuz bu ishlarni Zeynuraga deb chavusni chitqi yeyib yurguncha asta kelib o'ziga degan bo'lsa, qolgan ishlarni ba maslahat bilan hal qilib olgan bo'lsa, shu bola bo'lsa-mu ko'nglini bilmay, zehnini chashmay, butun diqqatini yig'ib yaxshi o'qigan bo'lsa, oilasini mangu shundoq baxtlik, ko'z tegmas butun bir oila deb bilib o'tivergan bo'lsa, yo'q. Aslida o'zi xato qilgan. Bu qitim o'zidan ketdi. O'lgu solni o'lib Gulqamarga ishik ochmagan taqdirdimi, uning qayta urgan telefonlarini bir qitim bo'lsin ep qo'ygan bo'lsa, nima gap bordi, nima deydi, bir qitim bo'lsin anglab boqqan bo'lsa, balkim Zeynuraga deganlarini o'ziga der edi. Shundaq bo'lganda balkim Zeynura bu ishlarni bilmay ketaveradi. Turannisa bu ishda ketkizib qo'yganligini his qildi. 3 kishilik bu munosabatda o'zining bo'zak bo'lib qolganligini texmi his qildi. U hushiga kelgandan keyin Akram sirtqa chiqib kiray deb chiqib ketgancha, kech kirib qorong'i tushganda ondan paydo bo'ldi. Shungacha ahvoli xeyli yaxshilanib, odatdagi yotoqqa yo'tkilishga tegishli bo'lgan Turannisa jiddiy qutqizish bo'limining e'tiborli karavotini egallab yetiverdi. Tajixon tuqqan yo'qlash munosabati bilan bir haftadan beri boshqa noida bo'g'ashqa uni chaqirtib kelish mumkin bo'lmadi. Amalsiz qolgan Turannisa qo'sig'i ochgan, kichik tarti qistigan va ming yerdan yig'i to'kilgan holda levini tishlab yetib turdi. Qorong'i tushib, koridordagi o'pir-to'pirlar sal jimg'il turganda, Akram so'lov xaltida bir nimalarni ko'tarib, salpaygan ko'zlari xiyolchan o'ltirishgan bir holda eshikdan kirib keldi. Uni ko'rib bo'rondek to'kilgan Turannisaning yig'isi bir yonga qayrilib qilib, Akram beshida so'z ochdi va to'limi ig'ir, to'limi tangsizlik ichida ming tasti ig'iz ichib, biz ajrashib ketaylik dedi. 20-qism. Dedi bir kun yo'qab ketibli olajoyli paydo bo'lgan erning bu gaplari Turannisaning ko'ngil yarasini biroqli qontibatdi.
u aslida ig'ir besiqlik bilan paranglashib, Gulqamar va uning qo'sig'idagi bola haqida yaxshiroq maslahatlashib beqishni o'ylagandi. Biroq Akram uning javob berishini kutmasdan ajrashib ketayli deb qo'yibla, hatto o'zi ko'tarib kirgan narsalardan uning qo'liga kichikkinimi tutqizmay, akirib tompushki ustiga tashlab qo'yib, keyniga burilib chiqib ketdi. Ishikdan chiqada texi Turan Nisoning yonfonini yotqanning ustiga tashlab qo'yishni unutmadi. O'zini aron tutib turgan Turan Niso Akram chiqib ketgandan keyin zodi chidayolmadi. Va ichi-ichidan ulg'uyib chiqayotgan hasratlariga qo'shib ko'z yoshlarini mayliga qo'yibdi. Shuning bilan tang qoq tushdan beri chidab qisib kelayotgan kichik taratnimi joyiga qo'yibdi. Qachonlardandir 2 nafar navbatchi sestra Ismina o'tkazilish uchun yotoq tekshirib menib Turan Niso yotgan yotoqqa kirdi. İkisi oldi bilan uningdan ahvol so'radi. Ondan ularning ichidagi birsi Turan Nisoning kasallik arxivini tafsili ko'rib, nimagidir imzo qo'yishga, yana biri Turan Nisoning yurak ritmi ko'rsatkich asbobi bilan oksigen yetkazish asbobini tekshirib, masla yo'qligini dalillagandan keyin uning yotqonning ichilib qolgan, qayrilib qolgan yerlarini o'ngshib o'tib, to'yuqsiz, qonsiq va notunish bir puroq burniga urildi. Tazlıqqa eng ahamiyat beradigan doktorxonada yana kelib alayda ahamiyat berildigan bu bölümde bemorlar karavotida mundaq puroq bo'lishi bekli g'ayri edi. Puroqni eng boshda bayqagan sestra kelibla Turan Nisoning yotganini o'rdi va uning belining ostining yo'l ekanligini, yotgan ko'pillardan kuchlik sudik puruq kelayotganligini bilib, yana bir sestrani chaqirdi. Kasallik arxivini ko'rayotgan sestra qo'ldagini yig'ishtirib kelib, yotgan ko'pilarga qaradi va oqidilla yalt qilib Turan Nisoga qaradi. Ikki sestra shu chaqdilla Turan Nisoning ko'zlarining yig'idan qizirib ishib, mangzining yosh qetishmisi bilan poqirab qolganligini, chiroyining to'limi so'lg'on ham tatarang'u ekanligini bayqadi. Onunğa ichi og'rigan qizchaqlar gapmi qilmasdan o'z ishlarini qilib, yangi yotgan ko'plarni akirib almashtirib, boshqa bemor kiyimi akirib Turan Nisoning kiyimini yo'tkab, uni rohat va illiq to'shakda avaylab yotqizishdi. Qizlarning bu g'amxo'rligidan ko'ngli suyungan va olamcha illiqlik his qilgan Turan Niso ig'izdagi oksigen sumirish qopqiqini elib o'tib, og'zoki rahmat tashqallar aytib xeli to'kildi. Ondan yeng kirlik bilan bemor kiyimining pulini qizlarning undidoriga qizil bo'loq qilib etib bermoqchi bo'lib, Akram chiqib ketadi yotgan ustiga tashlab qo'ygan, boya qizlar yotgan ko'pi almashtirganda karavotning beshidagi tompushki ustiga qo'yib qo'ygan telefonni qo'liga oldi. Ajiboki uning undidoridan qizlar so'ralgan bahadagi pul chiqmadi. Va tartibdagi qoldiq so'mmi yetishmadi degan xat Turan Nisoga g'ayri bir holda ko'rindi. U xatni o'qiyolmay qolgan bo'lsam deb o'ylab qayta sinadi. Biroq yanalab pul chiqish qilmadi. U ajablanib undidorining pul qopchiqiga qarab edi, oralla necha mochan qolgan bo'lib chiqdi. Bu qandoq bo'lg'ini? Tex tunugun kechda qargan chig'ida 10 necha ming yuan pul botug'u. Shuncha uzun vaqtdan beri mo'shiyada pul saqlab, mo'shiyadan chiqim qilib xajlab kelgan va undidor ishlatgandan boshlab hech qachon bugünkidek quruq boqmagan edi-ku. Ajibo Akram to'g'ri. Cho'qim shu ilib oldi. Maxfiy nomerini u bilatdi. Cho'qim Gulqamar uni ozdirib, shu topning o'zida bu ishlarni teglab surishtirib o'ltirish afsus edi. Şunu o bank kartasidan chiqim qilib qizlarga pulni berib o'tish, Akram va Gulqamarlar bilan bo'lgan hisobotni ayrim qilib o'tishni o'ylab, qizil bo'loq ko'znigini qayta ochdi. Bu qitim chiqim qilish obyektini bank kartasiga almashtirgan bo'lsa-mu, yana pul chiqmadi. U g'azablangan holda telefon uchurini tekshirdi. Oxirgi xonasi 8557 bo'lgan bank karti hisobotingizdan 6-ayning 23-kuni chiqim qilindi. Qoldiq so'mining uchurini ko'rsatib turadi telefon. Turan Niso xanzochi xat bilmaydi.
Lekin iqtisodga doir bu xildagi uchurlarni bilishni, xiti ham uslubiga qarab turib farqlantirishni uningga qizi Zaynura o'rgatib qo'ygan. Shundaq bo'lganda, hozirgi bu uchurlardan qaraganda unidor pul qopchug'idagi 10 necha ming yuan, bank kartasidagi 20 ming yuandan ko'proq pul mushu unidordan chiqim qilinib quduq uchib ketdi degan gap. Turan Nisa ming taslikda o'zidan tutib olib, mushu paytda telefoni bilan hapilishish va gap qilsa darhol javob qaytarish mumkinchilik bo'lgan bir do'stiga ovozli quchur yo'llab, uningdan 100 yuan qizil boloq so'rdi. Ayol o'tmay qayta javob va tirangada kelgan qizil boloq uning yuzlariga so'z kulki qo'ndirdi. U qizlarga pulni etib berib xo'shlashib yo'lga silayotgandan keyin darhol Tojixonga telefon qildi. Aslim undaq chaqda sizni avar qilmasam bo'ladi, jinim acha. Lekin men bekli amalsiz qoldim. Akram bilan Gulqamar yana tepishibdi. U kazzab yana mendan ajrashiman deydi. Undidorimdik pul bilan undidorga bog'lagan bank kartamdik pulning hammani yo'tkayapti. Texi meni ahvolim nachar bir chaqda doktorxonada yolg'iz tashlab qo'yib, avu qanjiqning yeniga ketdi. Hozir yenimda faqatla pul yo'q. Ham sizdan boshqa hech kimim yo'q. Degincha buquldab yig'lavetdi. Turan Nisoning gaplarini anglagan Tojixon o'zini qo'yg'idek yatapolmay tipirlab ketdi. Hamda kechini kunduz demay, qandoqli qis qilib tong otqucha yeniga unib bo'ldiganligini aytib telefonni qo'ydi. İnson bilish kerakki, har bir kishiga o'z hayotida qadrlashga tegishlik va qadrlisi tamoman arziydigan bo'ydin egiz oltinga tegishkusiz katta isil kishilar uchraydi. Ular balkim cho'lponlardek chiroyli bo'lmasligi, ota-onalardek asrab avaylab, nag basa oqisdan yurib holdini xabar olmasligi mumkin. Ammo siz muhtoj bo'lganda yeningizda bo'lish va tashnoligingizni mehrli qo'li, muhabbatlik dili bilan qondirish hamma insonning qo'ldan kelavermaydi. Shunga ana shundoq isil va mehrli kishilaringiz bo'lsa, hayotda haqiqatan baxtliksiz, ular quyoshdak isil xislatga, tabiatdek sexiylikqa va onalarga xos qurbon berish ro'yiga ega. Tojixonmi Turan Niso uchun ana shundoq isil sifat ocha. O'z onasidek g'amxon hamshira edi. Beshiga eg'ir kun tushganda tunishgan bu och singillar shuncha yilni bir kundek o'tkazib, bir onadan tug'ilgan, bir uyda cho'ng'ilgan amroq och singillardek har vaqt bir-birini o'ylab, dadiga davo, ranjiga shifo bo'lib kelgandi. Tojixonmi Turan Nisoga shunchalik amroq ediki, uningga qilganlarining mingdan birnimi navri singlisi Gulqamarga hargiz qilmaydi. Chunki Tojixonning yo'ldoshi To'xtabaqi hayot vaqtida, ya'ni Gulqamar tunji erdan ajrashib ketib, ota-onasining uyiga yenib kelib o'ltagan mezgilda bir qatim Tojixon va yo'ldoshi onasining topshirig'i bilan hammasining, ya'ni Gulqamarning onasining uyiga etiz ishlarga yordamlashga borgan. Shu chog'da men kechlik tomoq etgash turay deb Gulqamar oldida uyga kirib ketgan. Keyindilla To'xtabaqi qo'sqimni ichib ketdi deganni bano qilib Gulqamarning keyindilla kirib ketganda, bu ahvoldan ajablangan Tojixon astag'ini marab kirib, birining quchig'i birsi chiqib olib, ota bola maymundek yalishib o'ltagan ikkisini naq maydonda tutib olgan. Shuninglik bilanmi qitiga ammay nochilik qila olgan Gulqamar Tojixonni o'ziga qarchaplagan qatoriga chiqirib, potilsini chuvib yig'lab, ocham turib menga to'kmat chapladi. Mundaq yashig'ichi o'lib olman deb tahdid silib, hammasini o'z ig'ziga qartib olgandi. Shu ishdan keyin ikki oiladagi tuqqanlarning azaldan davomlashib kelgan ijil inoq munosabatiga dast ketgan edi. Tojixonmi shu yomonlagancha yarim yil onasining uyida o'ltirib, Gulqamar ikkinchi eriga tegib bo'lgandan keyin ondan ming taslikda yarishib qoldi.
Taki shu vaqtgacha To'xtabaqdan noto'g'ri munosabatini uzmagan Gulqamar ularni xilili parakanda qildi va bora To'xtabaq bilan bo'lgan munosabatini tuqqanlardan yo'shirib qololmay, oxiri o'zi sesib yoqiga chiqqan edi. Ishlarning uyan buyan, g'ezi boyan bo'lib ayrilgandan keyin ikki oila qaytadan yarashdi. Biroq bu nevri ochsinglar xeyli yillargacha ta'tir qarshib yurib, toki To'xtabaqi qatnash voqeasida qazo qilgandan keyin ondan Gulqamar yig'lab turib uningdan kechirim so'radi. Va barliq urug' tuqqanlarning yarashtirib, yolurib turuvilishi bilan ikkisi bakmi taslikda yarashib qoldi. Ammo ikkisi o'tirsidagi yeriq azaldan yemlinib boqmadi. Chunki ishonchlarni allaqachon tomon qaplagan, dilla bir qavat qilin muz tutib ketgan edi. Tojixonning barliq ishlarda Gulqamar tarafda turmay, qilchi tuqqan dochilik bo'lmagan va surishtirib kelsa hamma tarafdan yot hisoblanadigan Turon Niso tarafda turishi, hamma ishda Turon Nisoni qo'g'dab, uning da'diga yetishi, hojati tushsa dal vaqtida endi hozir bo'lishi dal Turon Nisoni ayni yillardagi o'ziga o'xshatqini hamda shu chog'larda birmi himoyachisi yo'q, hech kim ishonmagan o'zdek bechora holga qilishni xohlamaganligi uchun edi. Yana bir jihatini aytganda, u har vaqt haqqoniyatni yoqlash tarafdori edi. Bozuqlarning qig'ini qilgan bo'lib, yavaşlarning bechoralarning ularning bo'zaq qilish obyekti bo'lib qilishini, oq ko'ngil vafodor ayollarning yig'lab qilishini faqatli xohlamaydi. Shu topda qo'ldan kelsa, agar qonun va jamiyat tarafidan yot odam turib xalqning turmush ishlariga aralashdi deb ayblanmasa, Gulqamarni ig'iz tishiga ilib chaynavatsa, Akramni chanab qiymi qilavatsa dadi chiqmaydi. Dar haqiqat ayni yillari er bilan Gulqamarni hech nim qilolmagan, o'z gapining rostligiga hech kimni ishondiranmagan Tojixon hozir kelganda yot hisobidagi Akram bilan orasidagi so'g'oqchiliklarni o'ngshashga majol yetmay turgan navri singlisini texmo hech nim qilolmaydi. Turon Nisoning ahvoli sal yaxshilanib doktorxonadan chiqdi. Tojixon uni yutilib o'ltiraq rayon ichidagi uyga akirganda, Turon Niso o'zi setib olgan bir qo'lliq bezigan va Akram bilan ada juda bo'lishib ketib qolsammi, bosh tiqidek o'z makonim bor deb ishonch qilgan uyning allaqachon Akram bilan Gulqamarning bozuqchilik o'g'usiga aylanib ketganligini bildi. Mal igisidan o'g'ri kuchlik degandek Gulqamar ikki qo'lini beliga tirab oldiga chiqib, Turon Nisoni bir qator haqoratlik tillo bilan kutib oldi. Ondan chiqib ketgili unimay krisloga baharaman o'ltagan Turon Nisoning oldiga sahrodagi to'puluq supi yasab, abjiga chiqib ketgan jozlarni qaytadan tizib qo'ygan yog'och qurilmaliq uyning ochqichini taranga tashlab qo'yib, "O'ltirman desangiz, sahrodagi uyga berib o'ltiring. Uyning beshi azaldan erkishi bo'lib kelgan. Bu uyda hozir Akramning degini hisob. Akram meni tanlagankan, bu uyda sizga o'rin yo'q." degincha hukmronlarga xos salopitini ko'stib gidib turdi. U to'g'ri deydi. Oilda azaldan erlar uyning 5